Assalomu alaykum, Cherry Adamaster Sampini aziz YouTube obunachilari. Bugun sizlar bilan ko'radigan modelimiz Tigo 7 2026 restyling varianti. Ushbu modelimiz 147 ta ot kuchiga ega bo'lib, 1.5 turbina va korobkasi robotizirovani DKT 6 bilan jihozlangan bo'ladi. Mashinamizda 3 ta komplektatsiyasi bor. Life, Premium va Pro Max modellari. Pro Max modeli ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shunaqa neobычный dizaynda, faqat 4 ta ballon tortadi. Kelaylik ko'ramiz. Mashina diska ballonlariga ahamiyat beringlar. Bu o'sha restyling variantida neobычный diska ballonlar ishlatilgan va razmerlari ham 18 razmerda bo'ladi. Kelaylik, mashinamizni ichki tomonlama ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mashina tashqarisida nima bor? Бесключевой достуp har doimgidek отпечаткada bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, salon, ya'ni сиденье sizga запасной orqaga qaytib beradi, дополнительный yurishingizga yordam beradi. Tushib chiqishga ancha qulaylik bo'ladi va ko'rishingiz mumkin, hozir eshikni yopadigan bo'lsak, sidenyamiz pamyati borligi sababli sidenya tepaga ko'tariladi va meni razmerimga kelib beradi. Ko'rishingiz mumkin, уже хрустальный joystick qilingan, rul необычный dizaynda va monitor display уже premium kачествоda qilingan bo'ladi. Obshivkalarimizda o'zgarishlar bo'lgan va ko'rishingiz mumkin, panorama lyuklari o'sha o'zgarishsiz qolgan. Barimizda уже холодильники bor va plus podsetkasigacha bor barizda ichida. Xo'p, obshivkalari eshikda уже akustika Sony bizlar har doimgidek. Xo'p, tarpetkalari eshiklarni ko'rishingiz mumkin, уже koja, ya'ni искусственный koja ishlatilgan bo'linadi. Plus yana o'zgarishlardan biri 3 ta sidenya pamyati qo'shilgan, oldingilarda 2 ta bo'lardi, va 3 ta qilinib bu eshikka ko'chirilgan. Kelaylik, endi orqa qatorlarni ham ko'radigan bo'lsak, orqa qatorlari ham ancha keng. Ya'ni orqada 2 kishiga уже bar plus podstakanchiklari bilan orqaga bemalol 3 kishi o'tirib sig'ib keta oladi. Va orqada o'tirganingizda ham sizga oldi qatordagi sidenyalar umuman xalaqit qilmaydi. Kelaylik, endi bagaj qismiga o'tadigan bo'lsak, mashinani orqa tomonini ko'radigan bo'lsak, orqa tomon узкий dizayn qilingan tepasi va oldin past tomonlari уже широкий dizayn qilingan va ko'rishingiz mumkin, глушитель joylari akkuratni yopib borilgan. Plus mashinada bagaj qismiga keladigan bo'lsak, уже bagajimiz ham объем ancha katta va qulayliklardan biri shundaki, masalan, siz o'zingiz uchun какой-то ключ o'zingiz bilan yoki aptechka nimadir olib yuradigan bo'lsangiz, bu uchun karmashki bor. Va buni tagida zapaska balloningiz bo'ladi, albatta. Va ko'rishingiz mumkin, уже bularda ham har doimgidek, ya'ni безопасный rejimlari, ya'ni orqaga qaytadi, lyukda ham, oynada ham va bagajda ham xuddi shu xususiyatlar mavjud. Xo'p, orqa faralariga keladigan bo'lsak, orqa faralari ham o'zi splashnoy va boshqacha qilingan, dizaynlari tekis liniyada olib ketilgan. Ushbu avtomobilimizning tan narxi 344 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Hozirda 25 million foydasiga xarid amalga oshirishingiz mumkin yoki naqd tartibda kredit, lizing, рассрочкаga avtomobil xarid qilishingiz mumkin. Hozirda bu modellarimizga ham 30% boshlang'ich to'lov to'lab, qolganini o'zini pulini foiz peniyasi qilib berish imkoniyatlari mavjud. Ushbu avtomobilimizning benzin rasxodi shahar ichida 8,5 litr, dalniga yuradigan bo'lsangiz 6 litr, aralashiga 7,5 litr benzin rasxod qiladi va ushbu avtomobilimiz 1 dan 100 gacha 9,5 sekundda qo'zg'aladi. Ushbu avtomobilimizning xarid amalga oshirishingiz uchun sizga boshlang'ich to'lovning o'zi yetadi. Agar boshlang'ich to'lovingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bizda trading xizmatlari ham bor, ya'ni o'zingizda bor mashinalarni olib kelsanglar, biz uni bahol olib qolamiz, bosh to'lov sifatida qabul qilib, bemalol yangi mashina olib chiqib ketishingiz mumkin. Bizda albatta test drayvlarimiz ham bor. Ya'ni test drayvga kelasizlar, 9 dan 6 gacha test drayvga yozilsanglar, test drayvlaringiz mutlaqo bepul, bitta prava bilan kelib haydab ko'rsanglar bo'ladi. Va ish vaqtlarimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha har kuni dam olish kunlarsiz ishlaymiz va manzilimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Gullola ko'chasi 2-aviyda joylashgan. Manzilda adashmanglar.